O'zingizdagi bog'ichlarni yeching. Men bu 100 kishini dunyoning eng katta tuzoqlari ichiga qamab qo'ydim. Shiftni pastga tushiring. Voy, bu esa 5 ta ulkan tuzoqdan faqat birinchisi xolos. Xuddi mana bu ulkan paintball urush maydoni yoki bu shaytoniy aylanuvchi mashina kabi, ular oxirgi durgan odam mana bu noyob kubokni aytadi. Nolan, kubokni ezib yubormasin. Qaranglar, bu aniq haqiqiy tikanlar emas, lekin bu birinchi tuzoqdan qochish uchun ular shunday deb harakat qilishingiz kerak. Chunki agar o'zingizni yechib, shift qulashidan oldin xonadan chiqib ketmasangiz, musobaqadan chetlatilasiz. Chiqinglar, tikanlar tushmoqda. Kim birinchi chiqishini ko'raylik. O'ting. Qani, tez, shoshiling. Vaqtingiz tugayapti. Hansirash. O'yin tugadi. 49 nafaringiz chetlatildi, 51 nafaringiz esa davom etadi. 4 ta tuzoq qoldi va keyingisiga ishonmaysiz. Voy xudoyim, bu chindan ham dahshat. Hey, bu aqldan ozish. Ikkinchi tuzoqqa xush kelibsiz. Siz endi paintball arenasi ichida qamaldingiz. Ushbu urush maydonidan omon qolgan, marra chizig'idan o'tgan dastlabki 20 kishi keyingi tuzoqqa o'tadi. Xursandga o'xshaysiz. Paintball qurolli soqchilardan qo'rqmaysizmi? Yo'q, men qo'rqardim. Chunki agar sizga bir marta o'q tegsa, darhol chetlatilasiz. Meni yengish uchun ularda yetarli paintball sharlari yo'q, birodar. Ha, va men uning orqasidan yuguraman. Odatda men ularga qarshi otardim, lekin qurolimiz yo'qligi uchun bu menga yoqmayapti. Va yana bir narsa, yashil chiroq yonganda ular otishni to'xtatadi. Ha, yaxshi ekan. Shuning uchun men sizning o'rningizda bo'lganimda buni yodda tutardim. Hammangizga omad. Birinchi o'q o'tgan. Mana bu yerda. Qani, bu klub qochish, birodar. 4-raqam. Esingizda tuting. Ishtirokchilar, tayyormisiz? Xo'p, 3, 2, 1, boshlang. Ular telbalik qilmoqda. Yaxshi, ular ketdi. Voy xudoyim, voy tegdi. Mana yana bittasi. Ular hali ham o'tishyapti. Juda ko'p paintball sharlari. Qochishga joy yo'q. Ular hozir o'qqa tutilmoqda. Men o'ta olaman deb o'ylayman. Tez cho'king. Yerga yiqildi. Oh, kutib turing. Men bu eshikdan qalqon sifatida foydalanishim mumkin. Voy, o eshikdan foydalaning. Kishi marraga chiqishga harakat qilmoqda. U chiqdi. Voy, yo'q, voy. Ikkinchi yigit chetlatildi. 19 ta o'rin qoldi va endi bir kishi o'tganligi sababli qolganlar ham jur'at qilmoqda. Voy, bu yerda juda ko'p odam bor. Voy, unga tegdi. Voy xudoyim, hech kim xavfsiz emas. Kimdir tepada ketma-ket o'ldirish qilyapti. Reja nima hammaga? Yashil chiroqda yuguring. Voy, bir adyol bor. Voy, ketdik. Voy, bu aqlli. Ular adyoldan fana sifatida foydalanishmoqda. Boshlang. Ular o'tuvchilarni chalg'itmoqda. Yugurib o'tamiz. Boshlang. Voy, ular yetib borishga yaqin. Voy, yo'q, unga tegdi. Xo'sh, siz yaxshisiz? Juda ko'p odam marraga yetib bormoqda. Voy, yo'q, sizga tegdi. Birodar, siz xavfsizsiz. Siz yaxshisiz. 10 kishi allaqachon o'tib bo'ldi. Shuning uchun atiga 10 ta o'rin qoldi. Kutgan har bir odam hozir borishi kerak. O'tmanglar. Boshlang. Ket. Ularni o'qqa tuting. Voy, ular o'qqa tutilmoqda. 13 kishi qoldi, lekin atiga 5 o'rin bor. Ularning aksariyati furgon orqasida yashirinmoqda. Ular qisilib qolgan. 5 o'rin qoldi. Ular juda yaqin. O'tmang. Boshlang. Ular o'girib o'tmoqda. Ularning hammasi kelyapti. Bu sizning so'nggi imkoniyatingiz. Bor kuchingizni bering. Ha, endi 4 ta o'rin qoldi. 1, 2, 3. Oxirgisi kim bo'ladi? Menimcha menman. Shu joygacha o'qidi. Yashil jamoa ikkinchi bo'lib yetib keldi, lekin ular to'liq jamoani qutqara olmaydi. Ulardan biri chetlatiladi. Boshlang. Tomer, qani. Pushti jamoa sardori orqaga qaytmoqda. U jamoadoshini qutqara oladimi? Voy, qani. U yetib keldi. U uni qutqardi. Yaxshi. Ketdik bolajon. Biz g'alaba qozonamiz. Ketdik. Tabriklayman. Hammangiz eng yaxshi 20talikka kirdingiz. Odamlar xursand. Sizlar o'tdingiz. Yaxshi ish. Men eshitishni yaxshi ko'rgan narsa shu. Gap shundayga. Qanday rangda turganingizga qarang. Voy, rang. Siz tanlagan kafel juda muhim. Bir daqiqadan keyin tushuntiraman. 3-tuzoqqa o'tamiz. Ketdik. Men yana asabiylashmoqda. Hammangiz ko'zingizdagi bog'ichlarni yeching. Bu nima degan gap o'zi? Voy xudoyim. 3-tuzoqqa xush kelibsiz. 20 nafar qoldingiz, lekin faqat bittangiz $100,000 haqiqiy oltindan yasalgan bu kubokni yutadi. Demak, bizda bo'shliq va arkonlar bor. Nima qilish arafasida ekanligimizni o'ylaysiz. O'tib ketish.
Har bir jamoa sardor tanlagandan so'ng va qolgan 4 tangiz orqangizdagi tribunaga kishanlangandan so'ng 3-tuzoq nima ekanligini oshkor qilaman. Steven, birodar, men siz bilanman. Agar o'zingizga ishonsangiz, birodar, men sizga 100% ishonaman. Xo'sh, sardor kim? Steven, mana bu yerda. Pushti qoplonlar umrbod. Bolajon, pushti qoplonlar umrbod. U yetarlicha qattiq. U yetarlicha kuchli. U yetarlicha sodiq. U bizga xiyonat qilmaydi. O't o'chiruvchining instinkti. Sardor bo'lishingizga shubhasiz ishonaman. Men sizning sardor bo'lishingizga rozi. Siz sardor bo'lishingiz mumkin. Hey, men sizga ishonaman, birodar. Men qo'limdan kelganini qilaman. Men sardorman. Sababi balandlikni aytdik, ammo bosim ostidagi samaradorlikni ham. Kok 3 ta. 1 2 3 Kok. Tayyor bo'lganingizda o'zingizni nishonlang. Endi qaytish yo'q. O'yin juda oddiy. Agar siz ushbu markaziy platformaga yetib, mana bu 12 ta joydan biriga nishonlanishingiz mumkin bo'lsa, keyingi bosqichga o'tishingiz kafolatlanadi. Ammo markaziy platformaga yetib borish uchun har bir sardor ko'prik qurishga harakat qiladi. Agar yiqilmasdan o'ta olsangiz, o'zingizni qulflashingiz mumkin yoki ushbu 12 ta kalitdan birini olib, ko'prikdan orqaga to'tib, jamoa do'stlaringizdan birini ochishingiz mumkin. Markazda 12 kishi nishonlanganda o'yin tugadi. Qolganlarning hammasi chetlatiladi. Meni eng ko'p tashvishga solayotgan narsa butun jamoamni o'tkaza olmaslikdir. Juda kuchli odamlar guruh qoldi. Biz shu kungacha yetib keldik. Ha, o'tish imkoniyatimiz bor. Rostdan, men sizga to'liq ishonaman, birodar. Chin dildan. Men janob Rufinga ishonaman. Sardorlar, jamoadoshlarimizning hayoti sizning qo'lingizda. Jamoadoshlarimizdan kim ketishi va kim qolishini siz hal qilasiz. Ketdik. 3 2 1 Boshlang. O, kutib turing. Voy, u sizlarni yutqazdi. Pushti jamoa qiyin ahvolda. Do'stlar, sizlarni orqaga surmoqchi emas edim. Pushti jamoa 12 ta joydan birinchisini egalladi. Ammo yashil jamoaning ko'prikni bo'sh tutish strategiyasi sardoriga boshqalarga qaraganda ko'proq kalit olishga imkon bermoqda. Voy, u ustida. Voy xudoyim, bu qanday sport mahorati? Bu ta'sirli. Yana bitta. Tomer, biz uddalaymiz. Siz uddaladingiz. U 2 ta olmasdan oldin u 3 ta oldi. Mana, chiqing. Yaxshi, ketdik. Ular nima qilishayotganini ko'ring. Mana bu g'oyani ko'ring. Ularning hammasi kutmoqda va u qanchalik tez ketayotganini ko'ring. Borishim kerakmi? Kok jamoa markaziga qaytib keldi va uning jamoadoshi orqasida. Boshlang, boshlang, boshlang. Ket. Kok jamoa o'zining birinchi joyini ta'minladi. Yashil jamoa ezib tashlamoqda. Siz jamoangiz uchun bor kuchingizni berishingiz kerak. Endi kalitlar yo'q. U yerda kalit bor. Doskalarni shunday qilishni davom ettirmoqchimisiz? Apelsin jamoasining ko'prigiga qarang. Sardor endi undan foydalana oladimi bilmadim. Doskalar uzoq. Nima? Doskalar uzoq, do'stlar. Bu orqaga qaytishni rejalashtirgan odamga o'xshamaydi. Endi buni uddalaymiz deb o'ylamayman. Qani? Bor, Joseph, bor. Men sizni ko'taraman. 9 ta joy qoldi. Kutib turing. Yashil jamoa butun jamoasining qulfini ochdi. Aytdim-ku, Ebbi, ketdik. Butun yashil jamoa markazga yo'l olmoqda. Joylar tez to'ladi. Yashil jamoa. Qani? Yaxshi. Qani? Biz borishimiz kerak. Yiqilmang. Ehtiyot bo'ling. Yiqilmang. Bu juda tebranadi. Borishingiz kerak. Qo'limni tuting. Qani? Qani? Qichqiriqlar. Voy! Qani? Tezroq. Joylar ko'p qolmadi. Nima qilishimni xohlaysiz? Kishondagi joylar kamaymoqda. Hech narsa. Shunchaki borishingiz kerak. Men sizlarni tashlab ketishni xohlamayman. Sakra, 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 sakra. Eshli, shunchaki yugur. Men buni qila olmayman. Sakra, sakra. Men qila olmayman. Menga farqi yo'q. Baribir sakra. Yugurib sakra. Yugurib sakra. Yo'q. Ha, voy u yiqildi. Men juda uzoqdamanmi? Qichqiriqlar. Biz sizni ushlab turibmiz. Ha, ushlab turibmiz. Ha, ushlab turibmiz. Rahmat do'stlar. Oxirgi jamoadoshingizni ham olib o'tasizmi? Yo'q, aytgandim-ku. Katta yigitning shiminiki. Voy xudoyim, u butun yashil jamoani o'tkazdi. Kok va pushti jamoalar 3 ta odamni o'tkazdi va apelsin jamoasidan sardordan boshqa hech kim o'ta olmadi. 2 xil natija. Bu yaxshi emas, birodar. Yaxshi emas. Men jamoam uchun o'zimni aqlashim va yashil jamoaning sardorini chetlatishim kerak. Endi u xavfli tahdid. Tomer, siz eng yaxshisiz. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Siz eng yaxshisiz. Birodar, siz butun jamoangizni olib o'tdingiz. Vuh, men yolg'on gapirmayman. Men yolg'on gapirmayman. 4 tuzoqqa xush kelibsiz. Bu nima? Voy, bu tuzoq nima ekanligini tushuntirish o'rniga sizga ko'rsatishni o'yladim. Yo'qing. Bu sinovda har bir bosqichda 3 tangiz bu ulkan aylanuvchi tuzoqning qo'ylari ostidan egilishingiz va ustidan sakrashingiz kerak bo'ladi. Agar yiqilsangiz, chetlatilasiz. Oxirgi turgan odam yakuniy tuzoqqa o'tadi. Vuh, aqldan ozish. Biz buni uddalaymiz. Xo'sh, Lallo, bu yerga chiqa olasizmi? U tibbiy sabablarga ko'ra buni qila olmaydi. Shuning uchun unga $5000 beramiz va musobaqadan chetlanishni so'raymiz. Rahmat. Hammaga omad. Hammangizga ishonaman. Xayr, yana bir bor hammangizdan sardor tanlashingizni so'raman. Menga qaramanglar.